Bugun pediatriyadagi eng dolzarb mavzu oshqozon ichak trakti muammolarini yechimiga barqarorlashtirishga va bu muammolarni vujudga kelmasligiga sabab bo'luvchi 3 ta gigant shu haqda mavzu ochiladi. Hampton mehmonxonasi, pediatrlar va neonatologlarning yig'ilishi. Amara Pharmco. Judayam kerakli va dolzarb bo'lgan mavzu bo'ldi. Biz shifokorlar bu konferensiyadan judayam mamnun bo'ldik. Chunki biz ishlatayotgan dorilar hozirgi kunda Livertikitsam, Simpragiam, Kitskolam, Amaritsinkam, Amariditrim produksiyasi judayam katta va keng. Immunolog allergolog praktikasida fermentatsiya preparatlar o'rni juda ham beqiyos. Chunki biz har doim harakat qilamiz qabul qilingan ovqat massalarini to'liq parchalanishiga. Har doim bolaga qanaqangidir bir yangi ovqat mahsulotini berilganda qo'shimcha qo'shib borilishi jarayonida uni xavfsizligini ta'minlash uchun albatta hazm qiluvchi fermentativ preparatlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Buning uchun misol uchun men o'zim praktikamda Kitskol preparatini ishlataman, chunki kerakli bo'lgan hamma fermentativ preparatlari bor. Kitskol preparati laktoza yetishmovchiligida juda ham yaxshi foyda beradi. Ichida 7 tadan ortiq fermentlar jamlanmasi kolikalarda, imенно ferment yetishmovchiliklarida juda ham yaxshi ta'sir ko'rsatadi bolalarga.